So'nggi yillarda yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash borasida qator choralar ko'rilayotganiga qaramay, voyaga yetmaganlar tomonidan transport vositalarini boshqarish holatlari hamon uchrab turibdi. Ayniqsa bu kabi holatlarning ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalishi muammoning dolzarbligini yanada oshirmoqda. Mavzuni muxbirimiz davom ettiradi. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatining Chirchiq shahrida Cobalt rusumli davlat raqam belgisi noma'lum bo'lgan avtomobil haydovchisi yo'l chiroq, ya'ni svetoforning taqiqlovchi ishorasiga amal qilmasdan harakatlanayotgan vaqtida tartibga solingan piyodalar o'tish joyidan yo'lni kesib o'tayotgan 2 nafar piyodani urib yuborishiga bir bahiya qolganligi aks etgan video tarqaldi. Ushbu holat jamoatchilikning keng e'tiroziga sabab bo'ldi. Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi xizmat xodimlari tomonidan ushbu vaziyat nazoratga olinib, qidiruv va surishtiruv ishlari olib borildi. Natijada qoidabuzarlikni sodir etgan haydovchi va avtoulov ma'lumotlari aniqlandi. Haydovchining harakati piyodalar hayotiga tahdid sifatida baholanib, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 128 prim 10-moddasiga ko'ra ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Shunga asosan haydovchining xatti-harakatlariga baho berilib, sud hukmi o'qildi. Sud qayd qilingan holatlariga tegishli huquqiy baho berib qaror qiladi. O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 128 prim 10 birinchi qismida nazarda tutilgan huquqbuzarliklarni sodir qilganlikda aybli deb topilsa va unga transport vositalarini boshqarish huquqidan 2 yil muddatga mahrum etib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravari, ya'ni 10.300.000 so'm miqdorida jarima jazosi tayinlansin. Guvohi bo'lganingizdek, har bir noto'g'ri qaror va ish uchun jazo muqarrar. Shu sababli haydovchilardan yana bir bor yo'l harakati qoidalariga amal qilishlarini so'rab qolamiz.